Apashkala shu tseli bugun yigitni gulidan kachalkali qozon kabobga zakaz tushib qoldi. Ko'pincha kachalkali taomlarni tayyorlaganimda ko'pchilik so'raydi, kachalka qanaqa go'sht, qanaqa joyi bo'ladi deb. Mana sizlarga живой video. Kachalka bu payli go'shtlar hisoblanadi. Ana shu kachalkani olib, tuz, murch, zira, paprika, kashni churug'larni sepib, kamida yarim soat 40 minutga marinovka qilib qo'yamiz. Keyin esa qozonda sariyog'larni eritib, har tomonlama qip-qizil qilib qovurib, lavr bargi va ozgina suv solib, kamida 1,5 soatga past olovda dimlab qo'yamiz. Keyin esa qozonga parrek qilib to'g'ralgan dumbalarni terib, o'rtasiga go'sht, atrofiga esa qizartirilgan kartoshkalarni terib, qopqog'ini yopib, 15 daqiqa baland olovda ushlaymiz. Sababi dumbalari erib, jizzaga aylanib ketishi kerak. Ko'rib turganingizdek, dumbalari jizza bo'lib pishib ketgan qozon kabobimizga oldindan go'shtni pishirgan sho'rvamizni quyib, kamida yana 20-25 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Qarabsizlarki, qozon kabobi biri tayyor bo'ldi. Apashkala. Bu qozon kabobi sizlar uchun yigitni guli bo'lgan insoniylarga albatta jo'natib qo'yinglar. Bizga esa yoqimli ishtaha.